Bu ham shu akalar boyagi balon turidan ketdi. Uni aruchada to'g'ri topdinglar. Bugun cheeseburger va kartoshka fri bilan balutamiz. Cheeseburger go'sht bilan harakat qilib ko'ramiz. Akalar cheeseburgerni qilib turmayapti, chuvalchani qo'yib qo'ydim. Xuddi yaxshi ko'rishar ekan, cheeseburgerni yaxshi ko'rishmas ekan balonlar. Informatsiya. Hoppa. Birinchi balon tutdik. Juda chiroyli balon. Baliq tortibdi. Bu sunfish deyiladi. Ana baliq tortibdi. Chiroyli balon. Uncha shirin emas ekan. O'rtoqlar mana open ushadik. Ingliz tilida yellow perch bo'ladi bu. Buni oqi ham bor, sal boshqacharoq. Bu ham perch deyiladi. Bunisi yellow perch. O'zingizlar bilasizlar, juda mazali. Balig'imizni ostidan rozi bo'lish uchun ozgina cheeseburgerni kapusti sir bilan beramiz. Kapusti foydali. O'rtoqlarga borib maqtanib yuradi. Yurtsanlar chuvalchani yeb, hozir cheeseburgerga o'tdim. Bu ham shu akalar boyagi balon turidan ketdi. Uni aruchada to'g'ri topdinglar. Bugun cheeseburger va kartoshka fri bilan balutamiz. Cheeseburgerni go'sht bilan harakat qilib ko'ramiz. Akalar cheeseburgerni qilib turmayapti, chuvalchani qo'yib qo'ydim. Xuddi yaxshi ko'rishar ekan, cheeseburgerni yaxshi ko'rishmas ekan balonlar. Informatsiya. Hoppa. Birinchi balon tutdik. Juda chiroyli balon. Baliq tortibdi. Bu sunfish deyiladi. Ana baliq tortibdi. Chiroyli balon. Uncha shirin emas ekan. O'rtoqlar mana open ushadik. Ingliz tilida yellow perch bo'ladi bu. Buni oqi ham bor, sal boshqacharoq. Bu ham perch deyiladi. Bunisi yellow perch. O'zingizlar bilasizlar, juda mazali. Balig'imizni ostidan rozi bo'lish uchun ozgina cheeseburgerni kapusti sir bilan beramiz. Kapusti foydali. O'rtoqlarga borib maqtanib yuradi. Yurtsanlar chuvalchani yeb, hozir cheeseburgerga o'tdim.